Assalomu alaykum aziz Gulshaydonlari, Yashil olam kuzatuvchilari. Bizda Alakaziya Jaklin sorti. Bu Alakaziya Gollandiyadan keltirilgan. Judayam mana ildizlar ko'rib turibsizlar. Judayam ko'p chirimagan, chiroyli. Alakaziya guli namliksevar gul hisoblanadi. Galateyalarga o'xshab namlikni yaxshi ko'radigan gul. Gruntda yengil bo'lishi kerak. Torf, kokosovый chips, perlit hamda ozgina moq qo'shib eksalaring judayam yaxshi o'sadi. Yoki lechuza, sialit, seramis shunaqa toshchalar bor, ularga eksalaring ham yaxshi o'sadi. Mana Alakaziya Jacquelinimizni ekib oldik. Endi bularni ozgina sug'orib, bir hafta teplичка qilamiz. Keyin adaptatsiyadan o'tishni boshlaydi. Kimga shunaqa Alakaziya Jacqueline guli kerak bo'lsa, bemalol Telegramdan aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat.